Ayollarimiz ichida, xotin-qizlar ichida, opa-singillarimiz ichida tarqalgan yana bir xunuk e'tiqod tushunchalardan bittasi homilador ayol sochini kessa bolaning umri qisqaradi. Birinchidan, tulul umr va qasruhu laysa biqat'i sha'r, bal huwa min Alloh. Sochni kesish yoki qisqartirish insonning umrini uzun yoki qisqa bo'lishiga qaramaydi-da. Balki insonning umrini uzun yoki qisqa bo'lishligi bu Alloh taolodan bo'ladi. Alloh bergan umrni yashaymiz akalar, ukalar. Shunday ekan, homilador ayol agar unga eri ruxsat bersa, mayli sochini kaltalat, ya'ni kestir. Lekin erkak shoda bo'lma, erkaklarga o'xshama, chunki ayollar o'zlarini erkaklarga o'xshatishdan qaytargan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Deb ayolini sochini kesishga ruxsat bersa, ayol sochini kaltalashligi mumkin. Bu homilador ayolni qornidagi bolasini umriga aslo va aslo ta'sir qilmaydi. Azizlar, Dovud Pirim qo'llasin degan gap yuradi. Temirchilar, ba'zi bir temirchilar yoki mashinasini urib olgan ba'zi bir insonlar Dovud Pirim qo'llasin yoki bo'lmasam ishing yurishdan oldin, temirchilik bilan shug'ullanishingdan oldin qatlama-patlamalar qilishing kerak. Dovud Pirimizga atab bunaqa hammasi bo'lmagan gap. Bizni ishimizni yurg'izadigan, bizga rizq beradigan, bizni qo'llab-quvvatlaydigan, bizni panohida asraydigan zot yakkayagona Alloh taolo bo'ladi. Dovud Pir yo'q. Dovud alayhissalom bo'lganlar. Ular Dovud alayhissalom payg'ambar bo'lganlar. Ham podshoh bo'lganlar, ham ularning kasbi temirchilik bo'lgan. Dovud alayhissalom temirchilik bilan shug'ullanganlar. Bu bir kasb bo'ldi, boshqa narsa emas. Irim-sirim qilinmaydi. Yoki mashinangizni urib olsangiz, borib turib qatlama yoki biron narsa ko'tarib, nimaga olib kelyapsiz desiz, shu mashinamni urib oldim, shu patlama qilib keldim, shu balolar mendan arisin. Voy, qatlama balolarni aritmaydi. Allohga qulchilik, 5 mahal namoz o'qish. Mana bu bilan biz himoyalanamiz. Robbimizning himoyasida bo'lamiz. Shunday ekan, bizni Dovud Pir qo'llamaydi. Bizni Alloh taolo qo'llab-quvvatlaydi.